Keyingi paytlarda Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali keng tarqalayotgan soxta qo'ng'iroqlar, APK virusli fayllar, notanish ilovalar sizga kelayotgan bo'lsa, e'tiborli bo'lib, aslo ochib ko'rmang. U kiber olamdagi firibgar hakkerlarning hujumidan boshqa narsa emas. Viloyat adliya boshqarmasida Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan video muloqot shaklidagi profilaktik tadbirda ham bu muammoning oldini olishga alohida to'xtalib o'tildi. Bugun yurtdoshlarimizni kiber hujumlardan asrash, axborot texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyatini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki so'nggi paytlarda kiber jinoyatlarning sonini ortib borayotgani unga qarshi kurashishni talab etmoqda. Fuqarolarimiz, turli korxona va tashkilotlarda mehnat qilib kelayotgan ishchi xodimlar ba'zida ijtimoiy tarmoqlardagi kiber firibgarlar nishoniga aylanib qolishmoqda. Yurtboshimizning 2025-yil 30-apreldagi axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida noyabr oyi kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi sifatida o'tkazilayotgani ham bejizga emas. Maqsad fuqarolarimizni har xil xavf-xatarlardan himoya qilishdir. Tadbirda ta'kidlanganidek, Android uyali telefon raqamlariga noma'lum APK ko'rinishidagi virusli fayllar, e'tiborni jalb qiluvchi notanish ilovalar, to'y taklifnomasi, sud qarori, yutuq sohibi kabi ko'rinishlarda yuborilyapti. Ularni bilmasdan ochgan yoki aloqa o'rnatgan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ba'zida katta miqdordagi mablag'dan ayrilib, moddiy ma'naviy zarar ko'ryapti. Bundan 5-10 yillar oldin mana shu onlayn firibgarlik jinoyatlari mamlakatimizda barmoq bilan sanarli, deyarli yo'q bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda hatto yuzlab holatlarda ko'ryapmiz buni, uchratishimiz mumkin. Xalqimizga, yoshlarimizga, davlat xizmatchilariga bu borada bugungi yig'ilishda ichki ishlar idoralari xodimlari tomonidan mana shunday tadbirlarni biz muntazam ravishda hamkorlikda olib boryapmiz. Tadbirda kiber hujumlardan himoyalanishning turli usullari boshqarma xodimlariga batafsil tushuntirildi. Masalan, telefonga Sam Cyber 102 ilovasini yuklab, Telegramni tekshirish mumkin. Unga 2 bosqichli parol o'rnatish lozim. Ishonchli onlayn do'konlardan savdo qilish va oldindan to'lov qilmaslik, notanish soxta qo'ng'iroqlarga javob bermaslik, begona shaxslarga SIM karta, bank plastik kartasining raqamlarini ma'lum qilmaslik choralari firibgarlardan muhofazalanishda qo'l keladi. Shu bois kiber madaniyatni yuksaltirish oyligida soha mutaxassislarining tavsiyalariga e'tiborli bo'ling.